Opa, erim menga yaxshi muomala qilmayapti anchadan beri. Yo'q, Hozir o'zingiz ham ko'rasiz. Alo, Alo, qaddasiz? tinchlikmi? Nima so'rayapsan? Qaddaligingizni bilishim kerak-ku. Ishdaman, qayerda bo'lardim? Nechida chiqasiz ishdan? G'alatiroqmisan? Har doim nechida chiqardim ishdan? Opamnikidamanman, olib ketarsiz. Ha, bo'pti, mayli. Bo'pti. Ko'rdingizmi? Sinem, erga bunaqa muomala qilinmaydi. Bunaqa savollar ham berilmaydi. Unda nima deyishim kerak? Qaddalilarni, nima qilayotganliklarini bilishim kerak-ku. Hozir ko'rasan, qarab tur. Alo. Alo, assalomu alaykum adasi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom onasi. Rahmat, o'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ishda bo'lsangiz kerak, ko'p vaqtingizni olmayman. Bitta ish qilyotgandim, lekin unaqa muhim emas. Soat nechiga ovqatingiz tayyor bo'lsin? Siz kelishingizga suzib qo'yaman. Soat 7 tayyor qilib qo'yaver, orada shomga kirib chiqaman-da. Xo'p, bo'ladi. Imkoningiz bo'lsa, vaqtliroq keling. Biz sizni kutamiz. Bo'ldi, xo'p, harakat qilaman. Xo'p, mayli adasi. Ko'rdingmi? Erga to'g'ri savol berishni o'rganish kerak. U bizani o'rtog'imiz emas, erimiz. O'rtog'ingga, opangga, ukangga, "Ha, qayerdasan?" deyishing mumkin, lekin erkakka emas. Chunki erkakka tergovchi kerak emas. Uni tushunadigan mehribon ayol kerak. Sen qachon o'zing to'g'rilasang, ering ham senga nisbatan o'zini to'g'rilaydi. Shu gaplarim quloqingda qolsin. Ha, tushundim opa. Bo'la qovunda tezroq ishlarni tugating-lu, mehmonlar kelib qoladi hozir. Xo'p.